Assalomu alaykum. Mana bugun 2025-yil 26-mart sanasi. Ochiq dalaga ekilgan qulupnoylar. O'tgan yili bahorda ekilganida mana 1 yil bo'ldi. Mana holatlari. Bir marta eski barglardan bir tozalandi. Mana holatlari. Alba qulupnoylarimiz mana gullari, shodlari chiqyapti, qaynab chiqyapti. Buni bir marta suv qo'ygan edik, endi mana bugun yana suv qo'ygani ketdik. Ko'rishlari mumkin holatlarni. Gullarni qaranglar. Gullar qaynab chiqyapti. Alba qulupnoylarimiz bular. Xudo olsa, hozir 1-2 kun yomg'ir ko'rsatyapti. Shu yomg'irlar o'tib ketgandan keyin ozuqalarni berishni boshlaymiz bargidan. Mana bochka olib kelib qo'yganmiz. Konteynerda materialni 2 tonnalik. Buni xudo olsa montaj qilamiz. Bu yoqdagilarimiz o'tgan yili sentyabr, oktyabr oylarida ekilgan qulupnoylar. Buni ancha farqi bor nariginda. Mana bu kech ekilgani hisobiga mana barglar ham unchalik nima bo'lmagan. Endi bu yerda tozalashimiz kerak o'tlaridan. Xudo olsa bundan bu yog'i olib boriladigan ishlarni ko'rsatib boramiz.